Oldin nima bo'lgan edi? Endi nima bo'ladi? Tarodan. Taro bo'yicha murojaat uchun Fortuna 2025 ga yozasizlar. Oldin nima bo'lgan sizlarda? Aqlingizdagi insonni o'ylang. Ya'ni ongingizdagi birinchi sizning xayolingizga kim ko'proq keladi? Agar mabodo bu общий расклад, ya'ni buni hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Agar to'g'ri keladigan joyi bo'lsa kuzatishingiz mumkin. Oldin nima bo'lgan sizlarda? Oldin sizlarda hammasi tanishuvlar yoki suhbatlar bo'lgan, lekin qanaqadir ko'nglingiz bo'sh payti, ikkalangizda ham xafagarchilik bor payti, hayotingizda kamchiliklar bo'lgan payti sizlarda uchrashuv bo'lgan. Uchrashuv juda ham ajoyib o'tgan, bir-biringizga yaxshi energiyalar bergansizlar. Hatto bir-biringizni rashk qilib qizg'angansizlar. Ammo sekin asta yana eski hunarlar boshlangan. Bir-biringizdan ya'ni nedovolim bo'lish, bir-biringizni tushunmaslik, u erkak yoki siz erkak bo'lsangiz, u ayol sizni o'ta kuchli rashk qilgan. Haqiqatdan rashk qilgan va bir-biringizdan sir yashirishni boshlagansizlar. Bu narsani sezib qo'ygansizlar, lekin kuchli bir-biringlarni yaxshi ko'rgansizlar. Hozir ham yaxshi ko'rasizlar, bor, hali ham uchqun bor, sevgi bo'yicha uchqun bor. Bir-biringizga o'rganib qo'ygansizlar, ancha oy desak ham bo'ladi. Ancha oy yoki yil suhbatlar qurgansizlar, xuddi er-xotindek. Ammo bu ayriliqdan keyin sizlarda hozirgi paytda sizlar gaplashmayapsizlar. Ya'ni sizlarda ayriliq bor, sizlarda suhbat yo'q. Ya'ni gaplashmayapsizlar. Ikkalangiz ham o'z yo'lingizda davom etdingiz. Xo'sh, sizlarda yana gaplashish bo'ladimi oldingidek? Gaplashish bo'lishga vaqtingiz yo'q. Uni ham, sizni ham. Ikkalangiz ham o'z yo'lingizdan tanlab bo'ldingiz. Ikkalangiz ham ayyor bo'ldingiz, kuchli bo'ldingiz. Va ikkalangiz o'z hayotingizni shaxsiy yo'llaringizdan ketdingiz va o'zingizda kuch topa oldingiz. Qoyil, молодец, kuch topa oldingiz. Sizlarda agar ozroq sabr qilganingizda bu отношения sekin asta rivojlanadigan отношения edi. Lekin sizlarda bu narsaga sabr yetmadi. Na erkakda, na ayolda sabr bo'lmadi. Sizlarda ko'proq ehtiroslar kuchli rol o'ynadi. Ya'ni yurak bo'yicha emas, ehtiroslar. Ehtiroslar bilan boshlangan narsa baribir alaloqibat unchalik tez natija bermaydi. Uni ancha kutish kerak, xuddi anor ekkandek yoki nima qilgandek. Albatta sizlar yana to'qnashib qolishingiz mumkin, lekin bu to'qnashish sizlarga unchalik foyda bermaydi. To'g'ri qilgansizlar. Oralaring uzilgani yaxshi bo'lgan. Xursand bo'linglar.